armiyadan qaytdim. Sinfdoshimiz Guli qo'lini so'rayman, hozir kelyapti, chaqirganman. Jo'rajon telefonni olgin, sen bizdan baxtli kunlarni syomka qilgan. Chaqboy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Normalni syomka qilib qursam ekan. Shunday qilig'i bor qilaveradi. Maman Guli 9ga armiyadan qaytdingmi? 1 yil mana shu rasmiyga qarab xizmat qildim-da men. Mashg'ulligim kiyib kelsa bo'lar ekan. Sig'maydi-yu. Aka chalaveraymi? Bor sigaretga chiqib kel. Maktabda men bola bilan urishganing esingdami? Hamma ham o'shlikka xato qiladi, eslatib yurmagin endi. Hozir bu armiyadan kelganda farqi yo'q unga. Sinfdoshim bilan ketaman aka. Maktabda kliplar kolleksiyasi o'ynagan esingdami? Ushlab turman meni. Kel deganda kelmading, oshiqligimni bilmading. Komandirim dokument qilib ishga qoldigan payt demay qolmadim men. Plastik operatsiya qildingmi, omadsiz bo'ldimi? Hozir qanchaga qolmaganda sani tentakcha. Men bu yerda onaxon askar o'g'li bilan o'tirib zakaz oldilaringmi? Sinfdoshlagan kechiring aka. Sen armiyalarigingda rasmanga sochilik kelishdi. Tegmabsan-da. Menga qarasang yozgan xatda elchiman, rost o'qiyman. Ana yo'q hech narsa. Tushundimmi? Menga qara qo'lingni kuling mengami? Ha, ye. Nozlanib ketdi, bo'lmaydi bu ye. 9 bidaga Azizdan chaqirdim, o'sha qo'lini so'rayman hozir. Shahboz. Mani uchrashuvga chaqirdingmi? Qo'lingni uzib mangami? Voy, qanday yaxshi voy! Aka sigaret olib keldim. Ber. Biz yana so'qoqda. Ma'qulmi? Xullas, so'qoqqa havosi juda toza, juda zo'r ekan. Ikkinchi marta kelishim, u 4 kun oldin kelganda ham juda ham bir havosi boshqacha edi. Uyga borib mazza qildim. Baribir mana tog'li rayon deb men qilsam-da. Olma yoki olchami? Voy. Mana xudo xolasa yangi vaynlar chiqadi, 5 minutlik vayn, katta proyekt. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa mana shu ro'mollarni o'rab olib faqat ona rolini o'ynayar ekanman. Mana endi xudo xolasa buyog'iga o'g'illar ham, kuyovlar ham bo'ladi. Qoshga qarang, qoshga necha. Hasad qilib nega yonasiz? Menda bori sizda bo'lmasa